Bugun men juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Barcha pensionerlar uchun taqiqlangan holatlar bor va bu qoidalarni bilmaslik odamni pul qaytarishga, pensiya to'xtatilishiga, hatto sudgacha boradigan muammolarga olib kelishi mumkin. Bu ma'lumot faqat bitta ikkita odamga emas, pensiya olayotgan har bir insonning o'ylasiga tegishli. Chunki ko'pincha xatoni pensiyaning o'zi emas, farzandi, qarindoshi yoki ishonchli vakili qilib qo'yadi. Javobgarlik esa baribir pensiya hujjatlari egasi bilan bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z pulini, huquqini va tinchligini himoya qiladi. Men bugun gapiradigan asosiy masala shuki, pensionerga tegishli bo'lmagan, qonuniy asosi bo'lmagan, ortiqcha yoki noto'g'ri tayinlangan pensiya pulini olish taqiqlanadi. Yana ham oddiyroq aytsam, agar pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan holat o'zgarsa, lekin bu haqida tegishli tashkilotga xabar berilmasa, keyin kelib chiqqan ortiqcha to'lovni men bilmagan edim deb saqlab qolish mumkin emas. Avvallari ko'p narsa qog'oz hujjatga bog'liq edi. Odam pensiya bo'limiga borardi, ariza yozardi, ma'lumotnoma olib kelardi. Ba'zan bir idoradagi ma'lumot ikkinchi idoraga kech yetib borardi. Masalan, bir pensioner boshqa hududga ko'chib ketgan bo'lsa, yoki nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola o'qishni to'xtatgan bo'lsa, bu ma'lumot darhol ko'rinmasligi mumkin edi. Natijada bir necha oy, ba'zan bir yilgacha pensiya eski tartibda to'lanib ketardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Fuqarolik holati dalolatnomalari, bandlik, bank to'lovlari, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, yashash joyi, ayrim ijtimoiy nafaqalar, sud qarorlari va boshqa bazalar asta-sekin bir-biriga bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Bugun yashirilgan narsa ertaga aniqlanmaydi deb o'ylash xato. Ko'pincha ortiqcha to'lov bir oyda emas, keyinroq tekshiruv vaqtida chiqadi. Shunda pensionerdan yoki uning merosxo'rlaridan ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men shuni tushuntirmoqchiman. Pensiya sizning qonuniy huquqingiz. Lekin huquq bilan birga majburiyat ham bor. Siz pensiya miqdoriga, pensiya olish huquqiga yoki to'lov tartibiga ta'sir qiladigan o'zgarishlar bo'lsa, buni yashirmasligingiz kerak. Aynan yashirish. Soxta hujjat berish, boshqa odam nomidan pul olish, bank kartasidan noto'g'ri foydalanish kabi holatlar eng katta muammo tug'diradi. Birinchi navbatda oddiy yoshga doir pensiya olayotgan pensionerlar tushunishi kerak bo'lgan narsa bor. Agar sizga pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz o'z pulingizni olayotgan bo'lsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Siz pensiyangizni oziq-ovqatga, dori-darmonga, kommunal to'lovlarga, farzandlarga yordamga, xohlasangiz jamg'armaga ishlatishingiz mumkin. Pensioner pulini nimaga sarflashi odatda uning shaxsiy huquqi. Taqiq pulni sarflashda emas, pulni noqonuniy olishda yoki noto'g'ri holatni yashirishda. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. 68 yoshli ota oyiga 1.200 ming so'm pensiya oladi. Hujjatlari to'g'ri, ish staji hisoblangan, har oy bank kartasiga pul tushadi. U shu puldan 600 ming so'mini dori-darmonga, 400 ming so'mini kommunal to'lovlarga, 300 ming so'mini oziq-ovqatga, qolganini nabirasiga beradi. Bu yerda hech qanday muammo yo'q. Bu uning qonuniy pensiyasi. Ikkinchi vaziyat boshqacha. Aytaylik, bir inson nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladi. Keyin tibbiy tekshiruv natijasida uning guruhi o'zgaradi yoki ayrim to'lovlarga asos bo'lgan holat tugaydi. Agar bu o'zgarish pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, tegishli organlar buni bilishi kerak. Oldin qanday tushgan bo'lsa, shunday tushaversin, men indamay turaman deyish juda xavfli. Chunki keyin tekshiruvda 6 oy davomida har oy 500 ming so'mdan ortiqcha to'langan deb topilsa, umumiy 3000 million so'm qaytarish talab qilinadi. Agar muddat uzoqroq bo'lsa, summa 10 million 20 million so'mgacha yetishi mumkin. Uchinchi vaziyat boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq. Masalan, talaba otasidan ayrilgan, qonuniy asosda pensiya olayapti. Ba'zi hollarda o'qish davom etgani uchun to'lov davom etadi. Lekin talaba o'qishni tashlasa, akademik ta'til olsa, boshqa shart o'zgarsa yoki o'qish bilan bog'liq maqomi tugasa, buni yashirish mumkin emas. Tasavvur qiling, oyiga 1.200 ming so'm pensiya tushib turgan bo'lsa, talaba esa 8 oy oldin o'qishdan ketgan. Keyin ma'lumot aniqlansa, 9.600 ming so'm ortiqcha to'lov masalasi chiqadi.
oila biz bilmagan edik desa ham hujjatda shartlar ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. 4-vaziyat eng og'ir va ko'p uchraydiganlardan biri. Pensioner vafot etganidan keyin uning bank kartasidan pul yechib olish. Mana shu holatni men alohida ta'kidlayman. Pensioner vafot etgach, uning nomiga keyingi oyda pul tushib qolishi mumkin. Ba'zan tizim ma'lumotni darhol olmagan bo'ladi. Farzandlari esa kartaning pin kodini biladi va baribir otamizning puli edi deb yechib oladi. Lekin qonuniy nuqtai nazardan qaralganda, vafotdan keyin asossiz tushgan pensiya meros puliga avtomatik aylanib qolmaydi. Agar pensiya davri noto'g'ri bo'lsa, bu ortiqcha to'lov hisoblanadi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bundan tashqari, boshqa odamning bank kartasidan foydalanishning o'zi ham alohida muammoli masala. Masalan, ona 10 mart kuni vafot etdi, lekin 25 mart kuni kartaga 1.700.000 so'm pensiya tushdi. O'g'li kartadan pulni yechib oldi. Keyin pensiya jamg'armasi yoki bank ma'lumotlarini solishtirganda bu to'lov qaytarilishi kerakligi aniqlanishi mumkin. O'g'il dafn marosimiga ishlatdik desa ham, dafn puli, meros tartibi, pensiya to'lovi boshqa masala. Dafn xarajatlari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu vafot etgan odamning kartasiga tushgan har qanday pulni avtomatik olib ishlatish mumkin degani emas. 5-vaziyat. Bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish. Ko'p pensionerlar farzandiga ishonadi. Bu tabiiy. Bolam yechib keladi. Kelinim to'lov qiladi, nabiram telefonimdan ilova orqali yuboradi deyishadi. Bu hayotda bo'ladigan holat. Lekin men ekspert sifatida shuni aytaman. Karta, pin kod, bank ilovasi, paroli, SMS kodlar juda ehtiyotkorlik bilan saqlanishi kerak. Chunki karta pensionerniki bo'lsa, pul yechilgani ham pensioner nomidan amalga oshirilgan hisoblanadi. Agar keyin nizo chiqsa, men bermagan edim yoki u o'zi ishlatib yubordi deb isbotlash qiyin bo'ladi. Misol, pensioner oyiga 200.000 so'm oladi. Kartasini nevarasiga beradi. Nevara har oy 300.000 so'm olib kelish kerak edi, lekin 3 oy davomida jami 4.000 so'mni turli xarajatlarga ishlatib yubordi. Pensioni bankka bo'lsa, operatsiyalar karta va pin orqali bajarilgan. Bank pin kodni kim bilgan deb so'raydi. Shunda muammo oilaviy nizoga aylanadi. Shuning uchun pensionerning pulini yordamchi yechib berish kerak bo'lsa ham, buni ishonchli, nazoratli va imkon qadar qonuniy ishonchnoma orqali qilish kerak. 6-vaziyat. Pensiya tayinlash uchun noto'g'ri ma'lumot berish. Bu barcha pensionerlar uchun qat'iyan xavfli. Ish staji, ish haqi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, bola parvarish davri, harbiy xizmat, zararli mehnat sharoiti, imtiyozli pensiya asoslari bo'yicha hujjatlar aniq bo'lishi kerak. Kimdir, men sizga staj qo'shib beraman, arxivdan ma'lumot topib beraman. 5 yilni 10 yil qilib chiqaramiz desa, bunday taklifdan uzoq yurish kerak. Chunki bugun desa 3.000 so'm ko'proq chiqishi mumkin, lekin ertaga soxta hujjat aniqlansa, yillar davomida ortiqcha olingan pul qaytariladi va huquqiy javobgarlik masalasi ham paydo bo'ladi. Masalan, odamning haqiqiy staji 24 yil, lekin hujjatda 29 yil qilib ko'rsatilgan. Shu sababli oyiga 2.000 so'm ko'proq pensiya tayinlandi. 4 yil davomida bu 12.000 so'm ortiqcha to'lov degani. Agar bu ataylab qilingan bo'lsa, vaziyat yanada jiddiylashadi. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiyani halol va aniq hujjat bilan rasmiylashtirish kerak. 1 marta to'g'ri rasmiylashtirilgan pensiya odamga yillar davomida tinchlik beradi. Endi muhim istisnolarni tushuntiraman. Har bir ortiqcha tushgan pul darhol pensioner aybdor degani emas. Ba'zan hisob-kitob xatosi idora tomonidan bo'ladi. Ba'zan elektron tizim kechikadi. Ba'zan ma'lumot vaqtida yuborilgan, lekin qayta ishlanmagan bo'ladi. Shuning uchun agar sizdan ortiqcha to'lovni qaytarish talab qilinsa, darhol vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Birinchi qilinadigan ish qaysi davr uchun, qaysi sabab bilan, qaysi hisob-kitob asosida ortiqcha to'lov chiqqanini yozma ravishda so'rash. Masalan, sizga 5.400.000 so'm ortiqcha to'lov bor deyishdi. Siz og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi oylar bo'yicha? Pensiya miqdori oldin qancha bo'lgan? To'g'ri miqdor qancha bo'lishi kerak edi? Qaysi hujjat yoki qaysi ma'lumot asosida qayta hisoblandi deb so'rashingiz kerak. Chunki ba'zan hisobda xato bo'lishi mumkin. Pensioner o'zini himoya qilish uchun hujjatni ko'rish kerak. Yana bir nozik jihat. Pensioner ishlashi mumkinmi? Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasi to'xtaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'p fuqarolar
qonuniy ishlashi mumkin. Ularning pensiyasi to'liq yoki belgilangan tartibda to'lanishi mumkin. Lekin ayrim turdagi pensiya va nafaqalarda ayrim imtiyozli to'lovlarda o'quvchisini yo'qotganlik yoki boshqa maxsus holatlarda ish, daromad, o'qish, nogironlik guruh kabi omillar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Demak, taqiq ishlashning o'zida emas, balki pensiya shartlariga ta'sir qiladigan holatni yashirishda. Yana bir tuzoq, mening tanishim ham shunday oladi, hech narsa bo'lmayapti degan gap. Bu eng xavfli fikrlardan biri. Kimdadir hali tekshiruv bo'lmagan bo'lishi mumkin. Kimningdir holati siznikidan farq qilishi mumkin. Kimdadir qo'shimcha hujjat bor, sizda yo'q. Shuning uchun qo'shni, qarindosh, mahalladagi gapga emas, rasmiy javobga tayanish kerak. Telefon firibgarlari ham pensionerlar uchun katta xavf. Pensiyangiz oshdi, kartangizni tasdiqlang, kompensatsiya olasiz, SMS kodini ayting. Davlatdan pul tushadi, pasport rasmini yuboring degan qo'ng'iroqlar bo'ladi. Men aniq aytaman. SMS kod, bank karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, PIN kod hech kimga aytilmaydi. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali karta parolini so'ramaydi. Agar so'rasa, bu juda katta shubha belgisi. Bitta SMS kodni aytish bilan pensionerning bir necha million so'mi yechib olinishi mumkin. Yana bir masala ishonchnoma. Agar pensioner kasal bo'lsa, yurishga qiynalsa, pulini o'zi ola olmasa, farzandi yoki boshqa ishonchli odam yordam berishi mumkin. Lekin buni tartibsiz qilmaslik kerak. Notarial ishonchnoma yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa rasmiy vakolat bo'lsa, keyinchalik nizo kamroq bo'ladi. Og'zaki kelishganmiz degan gap bank, sud yoki davlat organi oldida har doim ham yetarli bo'lmaydi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz nima asosida tayinlanganini biling. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami, qo'shimcha ustamami? Har birining sharti boshqacha bo'lishi mumkin. Agar o'zingiz tushunmasangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. MyPoKG uz orqali ma'lumot oling yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'qish haqida ma'lumotnoma, oila tarkibi yoki o'quvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar bo'lsa, ularni alohida papkada saqlang. Har bir hujjatning rasmi telefoningizda yoki farzandingizda ham bo'lsin, lekin bank parollari bilan aralashtirmang. Uchinchi qadam, holatingiz o'zgarsa, kutib o'tirmang. Ko'chib ketdingizmi? O'qish to'xtadimi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Chet elga uzoq muddatga chiqyapsizmi? Boshqa turdagi nafaqa tayinlandimi? Familiya yoki hujjat ma'lumotlari o'zgardimi? Pensioner vafot etdimi? Bunday vaziyatlarda tegishli organlarga murojaat qiling. Eng to'g'risi, yozma ariza berish va arizaning qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki elektron xabarnomani saqlab qo'yish. Arizada murakkab gaplar shart emas. Masalan, shunday yozish mumkin: mening pensiya to'lovimga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holat yuzasidan ma'lum qilaman. Iltimos, pensiya miqdori va to'lov tartibini amaldagi qonunchilikka muvofiq tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Keyin holatni aniq yozasiz. Qachon ko'chdingiz, qachon o'qish to'xtadi, qachon guruh o'zgardi, qaysi hujjat ilova qilinyapti. Ariza nusxasini o'zingizda qoldiring. 4-qadam, bank xavfsizligini kuchaytiring. Kartangizni begona odamga bermang. PIN kodni qog'ozga yozib karta yonida saqlamang. Telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga aytmang. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa, har oy tushgan pul va yechilgan pulni birga tekshiring. Bank ilovasida operatsiyalar tarixini ko'rishni o'rganing. Agar shubhali yechim bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani blok qildiring. 5-qadam, ortiqcha to'lov haqida xabar kelsa, darhol hujjat so'rang. Og'zaki qarzingiz bor degan gap bilan pul to'lab yubormang. Rasmiy hisob-kitob, qaror yoki talabnoma bo'lishi kerak. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga shikoyat qilish, advokat yoki yuristdan maslahat olish. Zarur bo'lsa, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lsa, uni birdan to'lashga imkoningiz bo'lmasa, bo'lib qaytarish masalasini so'rashingiz mumkin. Bu ham rasmiy ariza bilan qilinadi. Vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechmang. Avvalo fuqarolik holati bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtiring, keyin pensiya jamg'armasi va bankka murojaat qiling. Qaysi to'lov marhumning hayot davri uchun qonuniy hisoblanadi? Qaysi to'lov qaytarilishi kerak? Dafn puli yoki meros masalasi qanday hal qilinadi?
Bularni rasmiy tartibda aniqlashtiring. Bu oila uchun og'ir paytda ortiqcha muammo chiqmasligi uchun kerak. 7-qadam. Hech qachon hujjatni to'g'rilab beraman degan vositachilarga ishonmang. Pensiya hisoblash murakkab bo'lishi mumkin, lekin yechim soxta hujjat emas. Agar ish staji topilmasa, arxivga so'rov beriladi. Agar mehnat daftarchasida xato bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar yig'iladi. Agar ish haqi ma'lumoti kerak bo'lsa, rasmiy manbadan olinadi. Qonuniy yo'l ko'proq vaqt olishi mumkin, lekin keyinchalik sizni himoya qiladi. Bugungi asosiy fikr shunday. Pensioner uchun taqiqlangan eng xavfli narsa o'ziga tegishli bo'lmagan asos yoki ortiqcha pensiya pulini olish, o'zgarishlarni yashirish, soxta hujjatga rozi bo'lish va bank kartasini nazoratsiz boshqa odamga berish. Agar hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, pensiyangiz qonuniy bo'lsa, siz pulingizni bemalol olasiz va ishlatasiz. Lekin holat o'zgarsa, albatta xabar berish kerak. Shunda keyinchalik katta qarz, jarima, sud yoki oilaviy mojaro paydo bo'lmaydi. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar ko'proq qaysi muammoga duch kelmoqda? Ortiqcha to'lovmi, karta xavfsizligimi, hujjat yig'ishmi yoki pensiya hisob-kitobmi? Fikringiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner va har bir oila uchun juda muhim.